Assalomu alaykum. Bizning kuzatuvchilarimiz Jinob Xudo xohlasa Pro Mebel House korxonasining navbatdagi kelib turgan modellarimizni Xudo xohlasa sizlarga ko'rsatib o'tishamiz. Bu yerdagi modellarimizni yaqin-yaqin ko'rsatib o'tamiz. Modelimizga keladigan bo'lsak, Chester zamonaviy shu eskidan kelayotgan Chesterimiz, lekin plastik qilib ishlangan, chetdan e'tibor qilsangiz bo'ladigan ruchkalarini ishlanishlarni, remushoklari, taxtalarini yerga e'tibor qilsangiz bo'ladi. Oyoqlari o'zini orqasidan materiallardan arkasına duvuk qatilgan. Mahkam qilib, kimdirlar yorim ishigina, hamma yerina duvugina 100%. Üstüne keyin proshinligini qaraydigan bo'lsak, fonli mahkam chiqsa ham bo'ladi. Mahkam. Hech qanday muammo yo'q. Bemalol qo'rqmay kelib, xarid qilib yurib olsangiz bo'lardi o'zini. Keyin pufiklarimizni. Pufiklar ham tugab shuni. Proshinligi. Masalkadan qo'yib ishlangan bo'lib pufikimiz 7 cm masalka bo'ladi. Tak, razmerga keladigan bo'lsak, 430 ga 230 bo'ladi razmerlarimiz. Yengroq kadrda tushirib bo'ladi. İbon tarafimizdagi bu narsamizdan yarim Chester modelimiz bo'ladi. Chetdan yana yog'ochdan e'tibor bersangiz bo'ladi, ishlanish tartiblarini. Rangina keladigan bo'lsak, seri bo'ladi. Changpang kir degan narsamiz bilinmaydi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Buni razmerlarga keladigan bo'lsak, 230 ga 230 razmer bo'ladi. Üst stollarımızdan bas stollar, her xil stollarımız var. Bemalol gelip muam xarid qilsangiz bo'lardi. Narxlarni oxirida aytib chiqamiz, xudo xolasa hozir bir qator obzorini beramiz. Keyingi modelimiz. Buni razmer 330 ga 230 bo'ladi. Chetlayında ishlanishlarni bemalol ko'rsatib bo'ladi. Mekanikin. Bir yil kafolat beramiz. Yechida balki minglab bir yil kafolat, yana chetdan ishlanishlarni, taxtalari, hammalar ko'rsatib ishlangan. Buni orqasi duxpani taqilgan bo'ladi. 2 dana pufikimiz bo'ladi. Bu pufik kontrastniki. Pufiklarning razmerlarini ko'radigan bo'lsangiz, o'tiradigan yer bilan bir xil kattalikda. 65 cm, 90 cm va pochtinali kattaligini ko'rsatsa, 3 karavotga bemalol televizor ko'rib, uyda o'shalarni choylarni ichib, bemalol televizor ko'rib o'tirmasa zo'r. Hozirdan chiqarib ishlangandan keyin bemalol o'tirsangiz bo'ladi, oddiy ish bo'lmasa. Bu narsamizga 1 yil kafolat beramiz. İşlanish tartiblari, masalkalari prosent ishlangan, sifatli zo'rli materiallardan ishlangan. Bu iki material bo'ladi. Bemalol kartiyada suvda yuvarsangiz ham bo'lardi. Hech qanday muammo keltirib chiqarmaydi. Ichine qo'ymaydi. Evet, hidroliklardan aytganman. İchine masalkalar qo'yib ishlanganini aytganman. Mana agar keladigan bo'lsa, keyin hozir yaqinda qolin. Ichimizga yana broz qo'yilgan. Qalinligini 5 cm broz qo'yilgan, midinasini Karşınasına 5 cm içine gitgende yine yaktığın halına 10 cm, 5 cm, 10 cm'lik broz koyulgan işlerine. Broz çilikten ağzının üstüne çıkıp tekrar köşetlerden. İlk masakesine geldiğim olsa 5 cm'lik plus 2 cm'lik masake, plus üstüne 2 cm'lik masake. En ahırda koyulan 2 cm'lik masakemiz ise ondan 7 cm'lik masakeni preseti kilonka bilen işimiz. Kilonka bilen preslerin 2 cm'lik kaldırıp düşün, üstüne durup düşürmezse. Bu degani poni kaçı bilen yuvadigan bo'lsangiz, üstüne çıkıp balla sektirimi başka termi. Geçen bu çök geçiş ihtimali bo'lmaydi. 2 tane yastıqımız bo'ladi. Qalarsanız da burchakda, qalarsanız bu burchakda qo'ysangiz da bo'lar edi. Materialimiz mo'yishli bo'ladi. Endi bu tarafga tushiramiz. Bon tarafımızda yastıklı bo'ladi. Ranglarına keladigan bo'lsak, siniy rangda bo'ladi. Mana shu masalka bilan ishlangan bo'ladi. Bon tarafimizda aytgan qolibmiz, ortopedskiy prujin bo'ladi. Keyinda hammasi ortopedskiy prujin bo'ladi. İnson uchun salomatligi uchun zarar yetkazmaydigan zo'r bo'ladi.
Eminim bunda yine bros işlengen şöyle 5 santimetre 10 santimetre bros işlengen üstten çıkacak degende bir işlengen olma gap çıkmıyor. Arkaları hemmesinde duufu boladı yine. Bemalol görüp xarid qilsangiz mumkin bo'ladi. Buni razmeriga keladigan bo'lsak 3.30 2.30 bo'ladi bu hajmimizda. Bemalol xarid qilsangiz mumkin. Keyin bon tarafimizdagi narsamiz bo'ladigan bo'lsa, buni razmeri 4.30 2.30 bo'ladi. Bemalol katta zallara, dalonlara qo'yib ishlasangiz bo'ladi. Mana shu masofalarga shu aytganimdek 7 sm plus 2 sm masofalar qo'yilgan bo'ladi bu yerda. 3 dona kubikimiz bo'ladi. Orqalari hammasi duv taqilgan bo'ladi, panik taqilgan bo'ladi. Bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi, qachiyat tutsam bo'ladi. Bemalol ichine suv o'tmaydi. Bir yil kafolat beramiz. Kafolat xati bilan birga beramiz xudo xolasa. Keyin bon tarafimizdagi modelni mana boshqacha qo'yganmiz. Xalotingizni net qo'ysangiz ham bo'ladi. Katta shaklda. Chetlarni ahamiyat qilib bir qator tushirib bersangiz zo'r bo'ladi. İşlenişleri zo'r. Masofalar shu yoqqa aytganimdek sayfa qilib ishlangan bo'ladi. Bemalol ishlatadigan bo'ladi. Bu duruşunu ham eğer yaktan bo'lsa bir like'dan boshqa aytsangiz ham bo'ladi. Bu duruşunu çıkıyorum tuttu. Bu tarafımızda görünüş küçük, bu görünüş küçük. Görün bakalım arkadaşlar. Keyingi modeli ötadigan bo'lsak, keyingi modelimiz molosniy bo'ladi. Yoki kanala oboylar ishlangan, otachenkalar bo'lib, vensenkalar ishlangan joylari zo'rma yarashadi. Razmerlarına keladigan bo'lsak, 3.30 2.30 razmerda bo'ladi. Chetlarına mena ko'pchilikda shu qanday ish o'rniga odam chiqsa bo'lamda, buni. Bemalol odamni ko'taradi. Bu narsaga bemalol tushunib o'tirsam bo'ladi, hech qanday muammo keltirib chiqarmaydi bu narsa. Bir yil kafolat beramiz. Eğer tig' demasa, hech yerda bir pichoq, ilik qaychi, yosh bolalar bir yerda bir ishlatmaydigan bo'lsa, katta yosh odamdan hech muammo keltirib chiqarmaydi. Agar tig' demadigan bo'lsa, bizga 1 yillik garantiyamizda muammo keltirib chiqadigan bo'lsa, bartaraf etamiz. Orqa tarafda yana 100% panel taqilgan bo'ladi. Ishani orqasi yana darpanel yopmaydi. Hech qanday muammo keltirib chiqarmaydi. Yine hem yerinde yine panellar taqilgan bo'ladi. Endi narxlarına keladigan bo'lsak, hozir yine bu vajimizni 3.30 2.30 razmerimiz 5.500.000 so'mdan beri turibmiz. Aksiyamizlarda davom etib turibdi. Gelin keyingisine. O'zi bu narsamizdan asl narxini aytib o'taman, 7.5 milliondan kamini sotmaganmiz moloshniyni. 4 fasonimiz toza fasonda ishlangan bo'ladi. Lekin bir yeng o'tadigan bo'lsak, yaxshi o'tadigan bo'lsak, yaqinroqdan kelib bon tarafini tushib qo'ying shuni. Yeng qatorda tushib qo'ying shuni. Görünüşüne bakabilirler. Bu narsamizni 6 milyon tushib qo'yganmiz. Buni 7.5-8 milliondan kamina bermaganmiz bu narsani. Bon tarafimizda buni 5 bo'ladi. 6 milyona beramiz. Bon tarafimizda ham 5 bo'ladi. Bu 6 milyon. Inan bu yostiqimizdan 6 milyondan bertiribmiz bu narsalarni. Yostiqimizning 8 milyondan kamina berilmagan. Hozir aksiyani vaqti foydalanib qolish eng vaqti bo'lib turibdi hozir. Imini bizdan Promil House korxonasidan foydalanib qolsangiz bo'ladi. Bon tarafimizdagi ishlang mana dum yoqdi doğrusu. O'ta zo'r, приятный, otachenta, vinsenka, oboylar ishlangan joylari zo'r yarashadi shu model. Chetlariga kraskalar ishlangan. Bu narsamizdan 6 milliondan beramiz. Bon tarafdagi rengini aytmoqmiz. Обязательно hammasini ortopedskiy prujinlar qo'yilgan bo'ladi. Ranglarına keladigan bo'lsak, mokri bo'ladi. Hech qanday kirpir, chang degan narsalar bilinmaydi. Bu narsamizdan 5,5 milliondan beri turibmiz. Bemalol yenib ustundagi bir bozor. Bemalol savdolashib olsangiz bo'ladi. Punktlarning kattaligini e'tibor qilasizlar. Keyin bon tarafdagi bu narsamizdan 5,5 milliondan beri turibmiz. Buna punktlari kattaligi i rangi mokri. Kirpir hech narsa bilinmaydi. Bon tarafdagi namimiz seri bo'ladi, yarim chesterimiz bo'ladi. Bu narsani bir xil sinada 5 milliondan beri turibmiz bu narsani. Xudo xolasa hammasini aytgan ustunda 100 ming so'm, 200 ming so'm yana berishib bersak bo'ladi. Xudo xolasa bizning izlashda davom etinglar, biz sizlar uchun izlanishda davom etib turibmiz. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Bizning izlashda davom etinglar, o'rganishning oldini bilasiz.
unutma. 1 yillik garantiyasini beramiz. Bergandan keyin Xudo xolasa 1 so'm pulimiz lishti ketmaydi. Bemalol xarid qilishingiz bo'ladi. Garantiyasini polni 1 yil beramiz. 1 yil ichida ne muammo bo'ladigan bo'lsa bemalol pulimizni qaytarib ham beramiz. Hech muammosi bo'lmaydi. Bizlarga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bergan pulingiz o'zingiz bilan ketadi ish qilib. Liboy modelimizda ishlagan. Liboy modelini tanlaydigan bo'lsangiz, pulingiz o'zingiz bilan ketadi, xudo xolasa.